Isroil amerikaliklar orasida qo'llab-quvvatlash darajasi pasayishi fonida AQShdagi o'z imijini yaxshilash uchun $50 million kampaniya boshladi. The Wall Street Journal ma'lumotlariga ko'ra, kompaniya doirasida AQShdagi jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazish uchun sun'iy intellekt orqali xabarlar tarqatish, inflyuenserlar, konservativ ommaviy axborot vositalari hamda Trampning atrofidagi shaxslar bilan hamkorlik qilishdan foydalanmoqda. Rossiya hujumi oqibatida Qora dengizdagi 6 nafar dengizchi halok bo'ldi. 4 kishi bedarak yo'qolgan. Rasmiylar Rossiya qo'shinlari Qora dengizda Odessa sohillari yaqinida Gvineya-Bisau bayrog'i ostidagi fuqarolik kemasiga raketa zarbasi berdi. Ukraina tiklanish, infratuzilma va transport vazirining xabar berishicha, 6 nafar dengizchi halok bo'lgan. Yana 4 kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Hormuz bo'g'ozi orqali xavfsiz bo'lmagan yo'nalish bo'yicha o'tmoqchi bo'lgan 2 neft tankeri portlab ketgan. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh, Iroq va Iordaniyada amerikalik harbiylarning halok bo'lishidan so'ng Eron bilan keng ko'lamli urush yoqasiga kelib qoldi. Bu haqida The Washington Post nashri Qo'shma Shtatlar rasmiysiga tayanib xabar berdi. Rasmiyning ta'kidlashicha, Washingtonda bunday keng ko'lamli amaliyotni xavfsiz o'tkazish uchun resurslar yetarli emas. AQSh qurolli kuchlari Eronning Tabriz shahriga hujum qildi. Press TV Abbos Aroqchi Mojtabo Xomanaiy bilan sanoqli odamlarni uchrashganini aytdi. Men shu paytgacha Eronning yangi oliy rahnamosi Mojtabo Xomanaiyyni ko'rmadim. Juda cheklangan doiradagi insonlardan boshqa hech kim uni ko'rgan deb o'ylamayman, dedi Eron tashqi ishlar vaziri. Avvalroq ommaviy axborot vositalari Mojtabo Xomanaiy AQSh va Isroil bilan urush tugaguncha jamoatchilikka ko'rinish bermasligi haqida xabar bergan edi.